Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bitta kuxni uyg'olig'imiz zakazga tayyor. Ichida qo'shimcha o'zgartirish kirit berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Razmerlari uzunlik holatda 2.30, eniga 1.70. Pufilari katta-katta. Sidinalari ham keng ishlangan, bitta odam bemalol o'tiradi. Sondonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Sondonlari ham keng, displey ham neft tegilgan, materiallari moshi, bemalol yuvoradigan. Qulayligi nimada desanglar, qulayligi uylar to'ra burchaga tushadi. O'nchab tanlamaydi, o'zingiz xohlagan holatda qo'yasiz bo'ladi. Mana o'nchab menga mo taraf kerak deydilarga, unisini ham yo'li bor. Mana shu qo'shimcha narsani sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana. Mana bemalol olib yechiladi, razborli bo'ladi. Bu yoqni ham yeching. Mana yechilgan holatda, o'rtalari ham shunaqa ilingan. Mana mexanizmlar qo'yilgan, qo'shimcha. Mana o'rtalari ham kirab ilingan. Mana yechiladi, bemalol. O'rnini alishtirib beringlar endi yigitlar. Mana o'rnini alishtirgan holatda ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda videoda uzmayapmiz. Video uzilmagan holatda. Mana ilinishlarni ham bir ko'rsatib qo'ying, qanaqa ilinishini. Shu yerda. Mana qarab turinglar, mana bir-biriga ilinadi. Mana joyida. Qo'llarni ilamiz endi. Mana ilinishlari krab mexanizmini ishlayapti. Bu tarafi ham mana ilinyapti. Mana aziz do'stlar, obunachilar, uyingizni sizlarga o'ng tomonda kerak bo'lsa, mana o'ng tomonda holatda terildi. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarimizni atpisaniyada yozdirib qo'yamiz. Narxlarimizga keladigan bo'lsak, stolim bor deydiganlar uchun narxlari 1.700.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida, Andijon shahar ichida dastavkasi besplatniy. Boshqa viloyatlarga dastavkasi kelishilgan holatda. Stoli bilan deydiganlarga O'zbekiston ichida dastavkasi kelishilgan holatda 2 million so'm, Andijon shahar ichida dastavkasi ichida qilib yetkazib beramiz. Kimga qanaqa rangda kerak bo'lsa, razmerlarda, ranglarda har xil holatda tayyorlab yetkazib beramiz inshaalloh. Moloshnisi, korishniy, balotli va ko'k seriyalari ham bo'laveradi. Bitta O'zbekistongami dastavka deydiganlar uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga ham kargo orqali kelishilgan holatda chiqarib yuboramiz. To'lovlar esa naqd pulga plastikda to'lov bo'laveradi.